Assalomu alaykum aziz obunachdoshlar. Sizlar bilan itdagi har doimgidek Baraka Uz do'stlar, yangi kanalimiz nomi Baraka Uz. Bemalol o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Videolarimizga maksimal darajada bittadan like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Bugun hafta kuni 21-mart sanasida yemish narxlaridan chiqaramiz do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bu yerda yemish narxlari. Bu bozorimiz Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi Mirshodi shanba kun bo'ladigan bozor do'stlar. Juda ko'plar so'radi. Shanba kun bo'ladigan bozorimizdan sizlarga video taqdim qilamiz. Yemish narxlarini boshlaymiz unda do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda o't yemish do'stlar, o't somon ko'rishlaringiz mumkin. 26 ming narx qo'yilyapti. 26 ming narx qo'yilyapti do'stlar, 1 metrlik do'stlar. 26 mingdan narx qo'yilyapti. 26 ming. Kattasi 30 ming do'stlar. 2 xil pris. Kattasi do'stlar 30 mingdan. Xohlagancha cheklanmagan miqdorda do'stlar. Xohlagancha olsangiz bo'ladi. Manzil Mirshodi mol bozorida ichida bemalol. Telefon nomerni ayting. 95lik 271 4508 nomerlarga telefon qilib xohlagancha olsangiz bo'ladi. Dastavka ichida do'stlar. Shu joyini aytib ketaylik. Mana egasi yo'q, egasi borlarni ko'ramiz do'stlar. Mol bozorimizda ham ko'ramiz do'stlar. Do'stlar, mana shu yemish narxlarini video chiqdi, lekin likeimiz kam. Bosib qo'yaylik like'larni qo'llab-quvvatlab. Yemish uchun ancha tortilibdi o'sha. Lekin narx-navo qimmat. Bu sholim aka. Sholi do'stlar. Necha pul buni narxi aka? Nechi bu? 80 91 metrlik. 91 metrlik do'stlar, 25 mingdan narx qo'yilyapti. Dastavka ichida do'stlar. Yana kelishtirib berasizmi ko'proq olganga? Dastavkasi bepul, ko'proq olganga kelishtirib qilib beriladigan joyi bor albatta. Telefon nomerini ayting. 33lik 084 84 nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz do'stlar. Necha pul olindi bular? Tona 12800 ga olindi do'stlar. Ana tanamiz. Mana yana sizlarga somonimiz va Makka ekan-a? Ha, Makka ekan. Somon do'stlar. Makka nechilik bu, aka? 80lik, 90lik baylangan. 80-90lik. Bunisi 1 metr. Bunisi 1 metr do'stlar. Ana. Bu necha pul narxi? Makka necha pul, somon necha pul? 30 ming so'm, Makka 35 ming so'm. Ana do'stlar, Makka 30 ming, somon 35 mingga 30 ming do'stlar. Ana. Dastavka Surxondaryo bo'yicha dekin-a? Surxondaryo. Mana shakamiz o'zlari olib borib beradi. Dastavkasi Surxondaryo bo'yicha bepul do'stlar. Telefon nomerini ayting. Telefon nomer 95lik Xo'p, 271 4508. shu nomerlarga telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi do'stlar, bemalol. Mana biyda do'stlar. Necha? 50-60 lik. Razmimiz 50-60lik do'stlar, biydamiz. Mana ular bilan turibdi. Narxi necha pul buni, aka? 60. Beradigan narx qilib ayting. Ko'proq olganga. Kelishtirasiz-a? Ko'proq olganga kelishtirib beradi do'stlar. 91 lik. Mana dastavka qanday aka? Dastavkani birinchi so'raylik-da. Yetkazamiz. Yetkazasiz bepul. 100 ta olganlarga endi 20 ta, 30 ta, 50 ta olganga Oltinsoy bo'yicha dastavka tekin do'stlar. Shu joyini 91 lik 715 yozing. ayting. 91 lik 715 1968. 1968 nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz do'stlar. Ana qo'zimizni ko'ramiz. Necha pul olindi aka bu qo'zi? Qancha? 4 million 800 ga do'stlar. Shoshmay turing. 4 million 800 ga mana shu qo'zimiz olindi do'stlar. Bu o'tgan yilga ekan-a? O'tgan yilga do'stlar. Qo'zi emas, do'stlar, o'tgan yilga qo'chqar. Ana bu yerda yana beda prislar va somon prislar. 55 ming. Nechilik aka bu? Kam 80. 80lik do'stlar. 55 ming narx qo'yilyapti. Mana.
55. Mana yerjanoq pirsimiz ko'ramiz do'stlar. Yerjanoq nech pul katta? Sotilayapti. Nech puldan? Sotyapti. Nech pul Men 45 so'rayapman. 45 do'stlar. Hozir ko'p qoldi mana. Shuni ayting-da mana. Shuni desam tushmaydi. Bu yerenga qo'ygan kim qandayligini yaxshi biladi. Berib o'tirishim shart emas. Ana do'stlar. Oqar buloqdagi Leningrad oqar buloq. Oqar buloq Leningrad 45 mingdan aytyapti, 50 mingdan akamiz. Yo'q, Baho qo'yyapti. 45 mingdan akamiz so'rashmoqda. o'zi olib borishi mumkin. 27 mingdan olinyapti. Nima? 27 mingdan. Mana bu yerda torimi yo nima bu? Tori ekan bu. Holi bu. Ay, sholi ekan, tori emas. Birlik 120 lik tori. Sholi. Bu tarafda o'tyapti. Nech pul narx qo'yyapsiz aka bunga? 25 narx qo'yyapsiz do'stlar. 25 narx qo'yilyapti. Mana. Do'stlar. Ana bu tarafda yerjanoq pirslarimiz ham do'stlar. Yerjanoq pirs nech pul aka? Yerjanoq 55 ming. 55 ming yerjanoq pirsimiz do'stlar. Nech puldan qilib beramiz? 53 ga beramiz. Nechilik bu? 80lik. 80lik 53 ming qilib beriladi do'stlar. 50 ming ham qilib beriladi. Dastavkasi ichida 100 tadan ko'p olganga albatta do'stlar. Joyini aytib ketaylik. Surxondaryo bo'yicha dastavka ichida. Ana. Telefon nomerni ayting katta. Telefon nomeri yo'q, shu yerga kelaverdim. Ha, bozorga kelamizmi? Mana do'stlar, somonimiz yana sizlarga 1 metrlik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Katta somon. Narxi nech pul buni? 27 ming. 27 ming do'stlar, kelishtirib qilib beriladi. Mana kichkina variantlarini ko'rishlaringiz mumkin. Boshoqlari bilan bor, bug'doyi bilan turibdi do'stlar. Mana 100 toganga dastavka bepul do'stlar, shu joyini aytib ketaylik. Bulardan so'ramasdan Surxondaryo bo'yicha dastavka tekin. 20-30 olsangiz dastavkasini kelishib olasiz o'zlari bilan albatta. Cheklangan miqdorda albatta somon pirslarimiz bor. Telefon nomerni ayting. 95lik. 95lik 775 775 31 31. 31 nomerlarga telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi.